Poytaxtimiz bo'ylab Toshkent yoshlarni sevadi oyligi doirasida yoshlar yashil makon uchun ekologik tadbirlar o'tkazilmoqda. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz Dilnura Mamasofoyeva shu haqda batafsil so'z yuritadi. Tabiatni asrash va unga to'g'ri munosabatda bo'lishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilishi barobarida Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabalari uchun ham interfaol darslar o'tildi. Unda atrof muhitga befarq bo'lmagan talabalar o'zlari qiziqtirgan savollarga javob olib, bir qancha kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Yoshlikdan hammamizga tushuntirib kelingan, ko'chadagi hayvonga tegma, u mikrobli bo'ladi va zarar yetkazadi yoki qanaqadir kasallik orttirasan deb yoshligimizdan aytishgan, lekin afsuski unaqa emas ekan. Bu narsa faqatgina o'zimizga bog'liq ekan. U hayvon undan kelib chiqmasin, u ko'chada qolib ketgani sababli ham shunaqa kasallikka uchraydi. Eng avvalo ko'chada qolgan hayvonlarni ko'rsak, ularga borib ozgina bo'lsa mehr ko'rsatish kerak ekan. Emas, hozirgi kunda atrof muhit saqlash masalalari juda dolzarb va shu munosabat bilan bo'lib o'tgan darslar katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Aytib o'tish joiz, tabiat bu bizning uyimiz va uni asrab avaylash har birimizning qo'limizda. Keling, birgalikda tabiatni sevish va uni himoya qilish yo'lida o'z hissamizni qo'shamiz.